Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar, Zohid Mirzayev kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan avtosalondamiz. Ya'ni nima yangiliklar ko'rib turganlaringdek trekerlarni, Cobalt'larni terib tashlashgan. Bu tomonga trekerlar, o'rtada mana 10x'lar. Hozir men birma-bir boshlayman. 10x dan boshlayman rassrochkalarini. 36 oyga olsangiz qancha-yu, 60 oyga olsangiz qancha? Eng prostoydan boshlaylik. Siz ungacha videoga like deb bosing. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta obuna bo'lib qo'ying. Qani bo'lmasam 10x da eng prostoy variantidan boshlaymiz. Bu ya'ni mexanika bo'ladi. Buni agar 30% ni to'lasangiz 36 oyga beradi. O'zini tan narxi 176 million 900 ming bo'ladi. Endi oylik to'loviga keladigan bo'lsak, oylik to'lovi 3 million 400 ming chiqadi. 3 million 400 ming. Endi qarang, 3 million 400 ming agar og'irlik qilsa, mabodo endi bu hozirgi oyliklarga qaraganda 3 million 400 normalniy pul. 40% ni to'lashga to'g'ri keladi. Unda 44 oyga beradi. 44 oyga beradi. 2 million 400 dan bo'ladi. Deta kuniga hisoblasak 75 ming atrofida bo'ladi. Yo'q, menimcha pulim ko'proq yoki o'sha bitta mashinangizni sotib ustiga qo'shib olaman deyotgan bo'lsangiz, 50% ni to'lasangiz bo'ladi. 50% ni to'lab 55 oyga olsangiz bo'ladi. Bu menimcha yaxshiroq varianti bo'ladi. O'shanda boshiga bosh to'lovi qancha to'laysiz deganda 88 million 400 ming to'laysiz, oylik to'lovi 1 million 600 ming chiqar ekan. Endi menga yoqqani, siz ham albatta yozib o'tib keting. Sizga ham ma'qul keladimi? Shu variantni 60 60% ni to'lab 60 oyga. Qarang, bosh to'lovi qancha bo'ladi o'shanda? Bosh to'lovi 106 million bo'ladi. 106 million. Oylik to'loviga keladigan bo'lsak 1 million 200 ming bo'ladi oylik to'lovi. Bu hozir oddiy variant, oddiy pozitsiyasi bo'ldi, eng mexanikasi bo'ldi. Endi keyingisiga o'tamiz. Keyingi pozitsiyamiz xo'p, redline'dan bitta pastda, o'zimizni xalq tilida aytganda 6-pozitsiya deydimi? Ya'ni o'sha redline'da nima borki, bunda ham hamma yo'q bor. O'sha lyuk nimalari, saka diska bo'ladi, diskalari. Qisqasi o'sha 6-pozitsiyasiga keladigan bo'lsak, buni narxiga keladigan bo'lsak, tan narxi 221 million bo'ladi. 221 million bo'ladi. Endi buni 30% ni to'lasak, 30% ni to'lab 36 oyga bosh to'lovi qancha bo'ladi deganlarga 66 million 400 ming bo'lar ekan. Oylik to'loviga keladigan bo'lsak 4 million 300 ming bo'lar ekan. 4 million 300 ming. Agar 40% ni to'laydigan bo'lsangiz 44 oyga bo'ladi. Bosh to'lovi 88 million 600 ming bo'ladi. Oylik to'loviga keladigan bo'lsak 3 million bo'lar ekan. O'shanda bir 100 mingdan to'g'ri kelar ekan. Agar 50% ni to'laydigan bo'lsangiz 55 oyga bo'lar ekan, 55 oyga. Bosh to'lovi 110 million bo'ladi. 110 million bo'ladi. Oylik to'loviga keladigan bo'lsak 2 million bo'lar ekan. Endi 60% ni to'laydigan bo'lsangiz, 60% ni to'laydigan bo'lsangiz, bosh to'loviga keladigan bo'lsak 132 million 900, pasti 133 million bo'lar ekan. Bosh to'lovi 60%. Oylik to'loviga keladigan bo'lsak 1,5 million bo'lar ekan. Menimcha mana shu varianti ma'qul. Yana siz o'zingiz ham albatta kommentariyaga yozib o'tib keting. Qanaqangi sharoitlar bo'lsa yaxshi sizga. O'sha rassrochkasi. Umuman bizga bosh to'lovini yo'q qilib, aytaylikki bir 5 yilgami, 10 yilgami bersa, menimcha ma'qul bo'ladi. Hozir redline'ni ko'ramiz. Eng injig'i, oxirgi pozitsiyasi bo'ladi. Redline'da unda o'sha saka diskalari, qora bo'ladi. Agar mashina qora bo'lsa qora bo'ladimi, oq bo'lsa ham qora bo'ladi. Oq bo'lsa ham. Oq bo'lsa ham, qora bo'lsa ham saka diskasi qora bo'lar ekan. Bunda qancha qizil chiziqlar bo'ladi. Mana shu qizil chiziqlarni deb aytaymi, necha pul bo'ladi raznica? 10 millionga pashli raznica qilar ekan, 10 millionga. Mana bokovoyda qizil chiziqcha. Bu motorda ham farq qiladimi, farq qilmaydimi? Bir xil hammasi. O'sha nima bilan? 6-pozitsiya bilan, bokovoyda qizil chiziq, oldida qizil chizig'i bo'lar ekan, saka diskasida-yu, yana chexollarda, chexollarda ham qizil chiziqlar bo'ladi. Xo'p, buni bosh to'lovi deyman, tan narxi. Buni o'zini tan narxiga keladigan bo'lsak 230 million 600 ming tan narxi. Endi buni 30% ni to'lab 36 oyga qancha bo'ladi deganlarga bosh to'lovi 69 million bo'ladi, oylik to'lovi 4 million 400 ming bo'ladi. Agar 40% ni to'laydigan bo'lsangiz, bosh to'lovi 92 million bo'ladi, oylik to'lovi 3 million 150 ming bo'ladi.
Agar 50% ni to'lab 55 oyga oladigan bo'lsangiz, bosh to'lovi 115 million bo'ladi. Oylik to'lovi 2 million bo'ladi. Endi 60% ni to'lab 60 oyga olaman desangiz, bosh to'lovi 138 million bo'ladi, oylik to'lovi 1,5 million bo'ladi. Men bergan ma'lumotlar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta sizdan bitta like, kommentariy o'zingiz fikringizni qoldiring. Qanaqangi mashina sizga qanaqangi sizga sharoitlar qilib bersa ma'qul bo'ladi. Buni ham albatta yozib o'tib keting. Sog' bo'linglar, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Endi Trek